Barchaga xayrli kech bo'lishiga qaramasdan biz bitta uy reklamasiga kelganmiz. Bu uy oldi reklama qilganmiz, narxi tushdi. Oxirgacha ko'ringlar videoni. Mana tez obzor qo'raman, chunki vaqtimiz kam. Bu tomonda oshxona joylashgan. Mana oshxonani ko'rishinglar mumkin. Holati yaxshi holatda. Bu tomonda mana kamenniy zona, bu hol qismi bo'ladi. Hol qismidan bu tomonga o'tganinglarda mana bu yerda asosiy kirish qismi joylashgan. Mana prixoshkalari juda ham katta. Eshikda kirganinglarda mana bu yerda katta koridor, uzun koridor joylashgan. Bu tomonimizda mehmonxona. Mehmonxonani bitta ko'rasizlar. Mehmonxonamiz ham juda ham katta razmerda 3,5 ga 6 ko'rishinglar mumkin. Bemalol mana shu yerda 10 ta, 20 ta, 30 tagacha odamni bemalol mehmon qilib ovqatlanib o'tirsanglar bo'ladi. Bu tomonda ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda bizani umumiy sanuzorimiz joylashgan. Sanuzor ham juda ham katta razmerda. Bu uylarni shiftlari baland bo'ladi. Bizga patologiya uylar ko'rishinglar mumkin. Отопление tizimi kotел orqali mana shunaqa baquvvat turbalar o'rnatilgan. Uyi juda ham yaxshi isitadi. Bu ham kattagina mehmonxona hisobida. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. Bitta bolalar yotoqxonasini ko'rib qo'yasizlar, marhamat. Bu xona ham juda ham yaxshi, kattagina holatda. Mana shu 6 sotixga qurilgan 5 xonali, pishkanlikdan qurilgan mustahkam uyimiz 61 ming dollarda baholanganda, lekin uy egalariga pul zarar bo'lgani uchun sizlar uchun 58 ming dollarga kelishtirib qo'ydik. Lokatsiyani tushuntiraman. Biz Abxotnoydamiz. Abxotnoy yo'lda 50 metr kirganingizda bizning uy joylashgan.